ijtimoiy tarmoqlar orqali bir fuqaro ikkinchi bir fuqaroni haqorat qilganligi, ya'ni so'kkanligi uchun javobgarlik mavjudmi? Javob ha, buning uchun to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik mavjud. O'zi haqorat qilish, ya'ni so'kinish nima? Haqorat qilish bu shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash hisoblanadi. Hamda Jinoyat kodeksining 140-moddasiga asosan, agar siz muayyan bir shaxsni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish orqali so'ksangiz, buning uchun 66 million so'mdan 132 million so'mgacha bo'lgan miqdordagi jinoiy jarimaga yoki 240 soatdan 300 soatgacha bo'lgan majburiy jamoat ishlariga yoxud 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda axloq tuzatish ishlari bilan jazolanasiz. Bunda ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qilganlik faktini aniqlash uchun tegishli video yozuvlar, audio yozuvlar hamda matnli yozuvlar asos bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan postlarning tegishli kommentariy, izoh qismida bildirilgan matnli ko'rinishdagi haqoratomuz so'zlar javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganingizda media savodxonlikka amal qiling.